Negadir O'zbekistonimizda havasi ham o'zgarib ketibdi. Allo. Allo Duganajon, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Voy bu bir O'zbekistonga ham kelib qolsan. Ko'rishmaymizmi deganalar bilan? Da, Shodiya to'g'ri aytibdi qizlar. To'g'ri aytasizlar. Men ham sizlarni, vatanimni juda sog'inganman. Kelinglar, bugun ko'rishamiz. Xo'p. Atrof juda ham g'alati. Bu changmi yoki havomiz shu darajada ifloslandimikan? Toshkent dunyoning havosi. Havo ifloslanishi Dushanba oqshomidan boshlab Toshkent necha kundan beri dunyoning Bugun mashina yurdi bo'ladi. Voy Farid. Faridikam, qalay saqlasang? Voy Duganajon. Oldingmi? Yaxshimisan? Kelaqa o'sar. Qalay Sovurtoyjon, yaxshimi? Yaxshi, o'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi keldingmi? Xudoga shukr. Qalay O'zbekistonimiz ancha o'zgarib ketibdimi? Ha, o'zgargan narsa faqat havo ekan. Osmonimizni ham musaffo deya olmaydigan darajada o'zgarib ketibdi bu yer. Qo'y, nima qilasan? Kerak bo'lsa tegishli mas'ullar qarashsin. Boshingni qotirib o'tirma. Ha, to'g'ri. Har doim shunday gap. Ekologik, iqlim bilan bog'liq muammolar haqida gap ochganimizda odamlar har doim bu bizning muammolarimiz emas, ana kerak bo'lsa mas'ullar qarashsin degan oldi qochdi gapni eshitamiz. Lekin tabiatning ne'matlaridan biz ham foydalanar ekanmiz, katta-kichik muammolarga biz ham mas'ulmiz. Bugun O'zbekistondagi deyarli barcha viloyatlarning havolari juda yuqori darajada ifloslanib kelmoqda. Birgina Toshkent shahrining o'zining havosidagi zarrachalar miqdori PM2,5 ni ko'rsatib kelmoqda. Bu esa inson soch tolasidan 28 marta kichik zarra hisoblanadi va bu inson salomatligi uchun juda yuqori xavf tug'diradi. Odamlar nima deydi? Bu bizning aybimiz emas. Bu korxona, sanoat va fabrikalarning aybidir va shu kabi gaplar. To'g'ri, balki korxona, zavodlardan chiqayotgan tutunlar va zararli gazlar havoni ifloslantirayotgandir, lekin bunda bizning ham aybimiz bor. Masalan, biz har kuni ishlatayotgan salafan va baklashkalarni o'ylab o'tirmasdan yerga otib ketamiz. Bu plastiklar tabiatda 500 yil davomida parchalanmaydi va o'zlaridan mikroplastiklar chiqaradi. Mikroplastiklar esa insonga goh havo, gohda suv orqali kirib boradi. Bizga toza havo kerak, ammo toki o'zimiz o'zgarmas ekanmiz, buni butun dunyoga jar solishdan foyda yo'q. O'zgarishni o'zimizdan boshlaymiz. Tabiatini o'zi ko'kka sovurgan inson butun dunyo tushundiku sen qachon